Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli do'stlar, aziz uzum shinavandalari, bugun 4-aprel 25-yil sizlar bilan biz mana hovlimda, Qo'qonda hammalaringni kirib kelgan yangi mavsum bilan chin dildan muborakbod etib, hammalaringga hosildorlikka baraka, o'zlaringga sihatli xotirjamlik tilayman. Yangi bir nima desam bo'ladi, uzumchilikka qiziquvchilar uchun kichkinagina bir yangilik bo'lsa kerak, balki shuni bo'lishib qo'ymoqchiman. Menda Harqon shahrida vegetatsiya juda har yilgidan ko'ra tezlab ketdi. Bu Rembo navli uzumimizning novdasi, mana ko'rib turibsizlar, yangi hosildorlik juda baland. Har bitta deyarli kurtagidan bittadan yoki ikkitadan g'unchalar tashagan. Endi buni hozir quvvatini, demak, bizga kerakli bo'lgan novdalarga berishi uchun biz buni sho'raxomtok, birinchi sho'raxomtok qilishni hozirdan boshlaymiz. Bismillah deb